3 xonalik tayyor kvartiramiz 80 kvadrat shahrimizning Terakzor territoriyasidan srochnaga sotilyapti. Narxini 54.400 dollarga baholayaptilar. G'ishtlik dom, liftlik dom, 4-qavat, yangi dom, lokatsiyasi udar bo'lgan joydan asosiy hol qismida biza ikki tomonlama proyekt holatida uyimizda aboylar kombinatsiya holatida ishlatilgan ekan. Chiroyli qandillargacha, MDF podzakas eshiklargacha ishlov berib qo'yilgan ekan. Bu tomonda uyimizning zal qismi, eshiklariga alohida baho berib o'tamiz. Kirgandan kattagina zal 380 ga 6,5 metr zalimiz kattaligi, 3,5 metr uyimiz balandligi, chiroyli aboychalar, chiroyli pardalar va chiroyli laminatlar urib qo'yilgan ekan. Bu tomonda TV zonasi, PVH panellar bilan ishlov berib qo'yilgan ekan. Shamolgoh holatda endi esa ko'radigan xonalarimiz uyimizning spalnasi va oshxona qismlari. Bu yoqda birinchi detis komnatasi, akkuratli qilib ta'mirlab qo'yilgan detis komnatamizning o'zi ham chiroyli holatda. Bu tomonda esa uyimizning spalna qismi. Mehr berib o'tilgan uylarimiz kattagina spalna, spalnamizdan spalna ekan o'zi ham. Chiroyli lyustrachalar, patologlar natijoy akkuratli holatda. Endi esa uyimizning sanuzul qismini ko'rib o'tamiz. To'liq metal grantlar bilan ishlov berib qo'yilgan ekan. Akrilik vannalar, litiy unitazlar, LED abagrev oynalari, stak simisitilgacha o'rnatib qo'yilgan ekan. Endi esa uyimizning oshxona qismi, kattagina oshxona, katyonlari, gaz shotchlari elektronik o'zgartirilgan, chiroyli pardalargacha ildirib qo'yilgan ekan. Tayyor kvartiramiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib o'tamiz. Uyimiz narxini 54.400 dollarga baholayaptilar. Ozroq summada kelishtirib arzon qilib beriladi. 2 xonalik kvartiraning puliga 3 xonalik kvartira qadar obunachilar. 4-qavat 80 kvadratlik kvartira. Ulgurib qolinglar.